Men aniq bilaman, siz bu savolning javobini bilasiz. Albatta, O'tirgan bilaman. holda kim yuradi? O'tirgan holda yuradigan bu shaxmat o'yinchisi. Shaxmatchi. To'da topishingizni qarang. Qiz emasmi bunaqa, sal intriga qilish kerak. Chunki meni vaqtim yo'q. Sababi bugun 7-mart efirga borishimiz kerak. Unaqa valaqlashib o'tirishga vaqt yo'q. Mehmonlar bor, ketma-ket. Shunday ajoyib boshlovchilar bor. To'xtang, nima bo'ldi? Ne jiddiylashdingiz bunaqa? Jiddiylashmadi? Hali ham yaxshi. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Tadiyaxa. Keyin bir nima deb urishmadilarmi, telefon qilib? Men nima urishadi? Endi bir nima deb. Yo, bayram kuni ham urishadimi? Boshqa kun urishmagan bayram kuni urishadi. Kelib bayram kuni sovg'a oladigan kuni-dek. Biznikida ko'z emas, biznikida unaqa urush janjal yo'q. Xo'p. Biz urush janjaldan ancha naridan. Menimcha O'tkir aka keyingi mehmonimizni chaqirishga shoshdik. Albatta, keyingi mehmonimiz boshqacha mehmon. Boshqacha mehmon. Mana dunyo oliy san'atidan bahramand bo'ldik-ku hozir, go'zal kelganda Abdullayev ekan. Mana endi haqiqiy milliy san'atimizdan bahramand bo'ladigan payt keldi. Sababi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bizni milliy san'atimizni butun dunyoda targ'ib kelayotgan, ijodini namoyon qilib kelayotgan İlyos Arabov kelgandi. Shunga shoshyapsizmi? کلامی جان زالali درفشانی yasallamna ko'zim shabnam to'kar gul bargi hamroning yasallamna jamoling safasida xat rayhoning yasallamna Uzoring bog' jannatdir gulistoning yasallamna ay qading ruhi ravon sarvi xiramoning yasallamna sallamna ay ko'rgilsin quling qading ruhi ravon sarvi xiramoning yasallamna g'aming jon birla paymon bo'ladi darding ishonmaydur ko'ngil saydi nigohing mujgohing inonmaydur necha husningga boqsam ko'z tomoshabin sonmaydur qading jon ashra pinhona aylasam vasbik tugalmaydur ay iki ohu ko'zilayli mujgoninga sallamno sallamno ko'rgilsin quling iki ohu ko'zilayli mujgoninga sallamno baland iqbol seni yaxshilar haylidir xohi senga bo'lish musallam diyan dunyodan to'joyi Iqbol jahingga tafo
mehmoningga sallamno bir bilsin bu mazor o'zna nozik mehmoningga sallamno bu mazor o'zna nozik mehmoningga sallamno. Aferin. Aferin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist İlyos Arabov. İlyosjon keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalom. Salomatmisiz? Ayyomlar muborak bo'lsin. Yaxshi, xushvaqt. Sizlar shunday Ramazon kunlarida ayollarimizni yil davomida kutilgan bayramlarida arafasida ko'rganimizdan yaxshi kayfiyatda Etapdan Salomga tashrif buyurgan uchun rahmat aytib, Katta rahmat. Men ham tashakkur bildiraman taklif uchun. Boshimiz ko'kka yetdi. Shunaqangi bir mana an'ana bo'lib qoldi. Juma kuni milliy liboslar kuni bo'lib qoldi. O'shanga mana milliy kiyimlarimni kiyib kelaverdim, do'ppilarni. Bu kuyilgan qo'shiqlaringizga faqat shu to'nlar yarashadi. Albatta. siz ertalab televizorda qo'ygansiz. Qani kimni kuni ekan bugun? Dilbiz opam O'tkir akam, Sadiya bor aka. O'tkir akam to'ppi kiyib olibdilarmi? Shoshma, men nimam kam. Keyin kiyib olgansiz eskish. Baraka toping. Ana shunday qadriyatlarimizni targ'ib qilmasak, bo'lmaydi deydi-yu. Biz targ'ib qilmasak kim targ'ib qiladi? Shunaqa. Endi sizlarni bilmadim-u, mayli. To'g'ri, boshqa davlatlarning ham qo'shiqlari zo'r, maza qildik go'zal ijro etganda, lekin o'zimizni milliy qo'shiqlarga yetadigani yo'q-da. Endi bu boshqacha tuyg'u bo'ladi-da. Hozir bu milliy qo'shiqlarimiz haqida bir necha daqiqadan keyin gaplashamiz. Albatta shuning uchun İlyos Arabov taklif etganmiz. Homiyimiz esa Kukmari ayollarimiz orzusi. Bugun homiyimiz ham rossa sovg'a tarqatadi, sababi uni mahsulotlariga ayollarimiz muxlisa. Shundoq ekan, ko'p reklama qilyapman, bilasizlar. Bilmadim. Hadek ko'p. Endi reklama qilishga arzigandan keyin qilamiz. Bor reklamachi bo'lib ketsam kerak kelajakda. Reklamachi bo'lib bo'lgansiz, O'tkir aka, bilmaysizmi? Ana reklamachi O'tkir aka shunaqa deyishadi ko'chada. Eshitmagan. Bemalol e'lon. Unda o'zingizlar hozir beriladigan lavhalarni bilib ko'raveringlar. Davom etamiz aziz yurtdoshlar. 7 mart bayram arafasida zo'r kayfiyatda biz Etapdan Salomda sizlarga kayfiyat ulashga harakat qilyapmiz va mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, sevimli san'atkorimiz İlyos Arabov. Nima gaplar İlyosjon? Siz İlyosjon. Xushvaqt bo'linglar. Ayollarga gululashib, sovg'ulashib charchab qolmayapsizmi qilib? Yo'q, biz bu sharafli vazifani qilayotganimizdan xursandmiz. Sababi endi bular borki olam haligi go'zal munavvar. Balandroq gaping shu so'zlaringiz. Mikrofonni yaqinroq tuting. Yo'q, İlyos ham televizorda o'tirganini his qilib gapiryapti-da. Yo'q. Bu tabiiy hammasi, sababi onajonlarimiz, opa-singillarimiz, mana ayollarimiz, qizlarimiz qolaversa, endi hammalari biz uchun aziz. Onajoningizlar hayotmilar? Albatta. Imkoniyat bor. Mana shu kamera sizniki. Bemalol onajoningizga tilaklaringizni bildirishingiz. Fursatdan foydalanib onajonimni tabriklayman, ustozimni tabriklayman, Malika opamni, qolaversa barcha onalarimizni, opa-singillarimizni, opam ham bor, singlim ham bor. Uchta qizim bor, mana ayolim. Zo'r ekan. Hammalarini mana shu fursatdan foydalanib tabriklayman. Ilohim boshimizga sog' bo'lishsin. Ilohim nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsalar, hammasiga Alloh erishtirsin ilohim bularni. Aytganingiz. Davlatlaringiz ekan. Voy, havasim keldi, qarang. Qanaqangi davlatlar? Ammo davlatingiz ziyoda bo'lsin. Onajon umrlari uzoq bo'lsin, ammo bitta sirni ochmayapti İlyos. İlyos bugun bir o'zi kelmagan. Yo'q-e. Hozir qizlar, ona, ayolim, qizlar ketyapti. Mavzu İlyosning o'g'li bor. Mironshoh degan, Buncha chiroyli ismlar. Lekin Mironshoh Arabov emas. Nega? Arabov. Ismatov. Mironshoh Ismatov. Nomlar, ismlari. Nomlarga qo'yganmiz. Yo'q, uni tushunamiz. Shunaqa bir 10 yil, 15 yil oldin shunaqa narsa moda bo'lib ketdi, urfga kirib ketdi. Otalar o'zini otasini ismini bolasiga familiya qilib berdi, sharif qilib qo'ydi. Ammo men sal qarshilik qildim shu narsaga. Masalan, boshqa bo'lib qoladi-da. İlyos Arabov, Mironshoh Ismatovda. Nima deydi? Otalarining nomi saqlanib qolishini oldida bu narsa hech nima emas, nomlari saqlanib qoladi. Menga ham o'g'il berganda, ana Zakis xodimasi xursand bo'lib ketdi-da, hali kam keldingiz, hali oxirgi payt yomon xabarlar bilan ko'rishdik O'tkir aka. Endi xursandchilik bilan kelibsiz.
ayting, nima yozib beray dedi. Ha. Dadangizni ismi Bahodir aka ekan, Bahodirov qilib beraymi dedi. Men aytdim, yo'q dedim. Biz o'zimiz aka-ukalar hayotimiz. Alloh umr bersin hammamizga. Otamizni hali o'zimiz eslaymiz. Bolalarimizga ham shuni o'rgatamiz. Muhammadxo'jayev bo'laversin dedim. Chunki hozir u Sanjar Bahodirov bo'lib qolsa, men O'tkir Muhammadxo'jayev bo'lsam, o'xshaydi, to'g'ri, lekin men hujjat bo'yicha qanaqa isbotlayman uni? O'g'il hazillashdik-da, shu bilan o'zimiz familiyada qoldik. Mironshoh ham shu fikrda, o'sha haligi bu Nega bir xil Arabov bo'laman deyapti. Arab bo'laman deyapti. Sababi endi bu familiya juda ham uzoq davom etib kelayotgan nima, o'sha bobomni ham sulolani davom ettirgan Sulola, deyapti. bobomni ham familiyalari To'g'ri, Arabov bu bo'lgan, gap unda dadamning to'g'ri. familiyalari Arabov bo'lgan va meniki endi bu ham qolayapti. Nima qarorga bunday keldinglar? qilamiz. Nima qilasizlar? Endi Mironshoh katta bola bo'lib qolgan, tushunadi. Dadasi orzu qilgan, niyat qilgan, Xudo o'g'il berganda shunaqa otamning ismi Ismat degan ism o'chib ketmasin deb Ismat qilib bergan. Mironshohga men o'zim qachon familiyasini almashtirsa bo'lish, qachon almashtirish kerakligini men o'zim tushunib qo'yaman quloqiga. Mironshoh bu yigitchamiz sizni shogirdingizmi deb o'ylayapman, farzandingizmi? Bu o'g'li. Juda ham o'xshayotganlar yuzlari. Xush kelibsiz Mironshoh Mironshoh. hozir oldimizga olamiz. Ilyos bitta chiroyli ota bola bitta taronani ijro etib bermasanglar bo'lmaydi bizga. Kuy chalib bera qolsin, Mironshoh Dutorda? tayyorlagan dutorda Keyin o'sha qo'shiq aytasizlar. Keyin qo'shiq. Bo'pti. Bo'ldi. Tushundik. Marhamat. Demak, bo'lajak O'zbekiston xalq artisti Mironshoh Ismatov. Bitta dutorda kuy eshitamiz. Aferin, aferin. Aferin. Mironshoh Judayam Ismatov. go'zal ijro. Mironshoh, go'zal keling bu tarona. yoqqa bolam. Keling. 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 Dadangizni oldiga o'tiring. Hozir dadangizdan o'tib ketasiz xudo xolasa. Chiroyli kuy, chiroyli Xotirjamlik ijro. bilan ijro etganlarni qarang. Juda ham zo'r. Xush kelibsiz Mironshoh, sog' bo'ling. Kelibsiz. Salomat bo'ling. Mikrofon bering Mironshoh kelibdi. Salom berib, ayingiz ko'rib o'tirgandirlar, uydagilar ko'rishayotgan. Hammaga kelayotgan bayramlaringlar bilan hammani tabriklayman.
Ayvaladi. Rahmat. Yoshingiz nechida, Mironshoh? Men yoshim 14 da. Hozir Uspenskiy nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida o'qiyman. Lekin asosiy ustozingiz baribir dadingiz, to'g'rimi? Necha yoshdan qo'lingizga olgansiz sozni? Dutorni 5-sinfimdan olganman qo'l. Voy o'zim. Maza. Hozir Osim kelib ketdi. hozir 8-sinfmi? Ha. 8-sinf. Aha, 3 yil 4 yil bo'libdi-da o'rganayotganga. Yaxshi. Chiroyli, mukammal Ali. To'la to'kis ijro etildi. Kuy nomi nima? Qora dali. Qora? Qora dali. Qora dalil. Qora dali. Qora dali. Ha. Ha, qora dali. Dali. Ha, qarang, o'zining nomlari bor-da, har bitta kuyi. Albatta. voy. Zo'r. Omadingizni bersin. Endi mikrofonni dadangizga o'tib turing. Dadan oldida ko'p gapirib bo'lmaydi. Bizni xonandalarimiz Ilyos chet elga chiqsa, bizni san'atimizdan shu milliy kuylarimizni, milliy san'atimizga, qadriyatlarimizga targ'ib qilsa, men xursand bo'lib ketaman. Chet el safarlarida nima gap? Borib kelib turibsizmi yo to'xtaganmi biroz? Yo'q, albatta borib keldik. Yaqinda yanvar oyida men u tomoshabinlarga aytdim, yana takrorlashga to'g'ri kelyapti va biz o'sha borganimizda Qayerga bordingiz? Londonga borib keldim. Buyuk Britaniya davlat London shahrida o'sha master klass bo'ldi. Master klassim bo'lib o'tdi. Londonning dunyodagi kuchli mingtalikka kiradigan Soas universitetida bo'lib o'tdi. U yerda juda ham bizning musiqamizga, umuman maqomlarimizga katta qiziqish bildirishdi va mendan shuni so'rashdiki, o'sha nima deydi uni, mahorat darsi o'tib bersangiz, u yerda bizning musiqamiz bilan, maqomlarimiz bilan shug'ullanadigan doktorantlar bor ekan. U anglichalarmi ular? Har xil millatlar bor o'sha Soas universitetida. Dunyodan yig'ilgan. Dunyodan yig'ilishgan, ha. Endi u yerda masalan nimalar bor, Tayvanliklar va Eronliklar bor. Umuman o'sha Angliyani o'zini fuqarolari ham bor va meni o'sha mahorat darsim asosan doktorantlar va professor o'qituvchilar uchun bo'ldi. Qoyil. Aynan o'sha shashmaqom, umuman maqomlarimiz to'g'risida, maqomlarimizni tuzilishi, umuman tarixiy kelib chiqishi va ijrolarimiz bilan ularga harakat qildik. Tan berishdi deng. Qoyil, zo'r lekin. Mana biz hali oddiy masalan san'atdan boshqa kasb qiladigan insonlar bu narsadan bexabar bo'lishi mumkin-da. Masalan, men ham eshitmagan ekanman bunaqa maqomlarimiz, shashmaqomlarimiz Angliyada professor doktorlarni o'sha o'rganilishini qarang, biz o'zbek raqslarini ko'p ko'rganmiz, chet elliklar ijro etganmiz. Maqom kuylaganlari ham bormi? Aynan o'sha men borgan joyda dutor chaladigan bir yigit doktorant bor edi va u umuman izlanish olib boryapti. O'zbek raqslariga ham qiziqadigan bir qizimiz bor, yaqinda keladi ular. O'sha aprel oyida mo'ljallashib. O'zbek raqslariga, aynan. O'zbek raqslariga qiziqib, o'zbek raqslarini o'rganmoqchi va qo'shimcha dutorni ham o'rganmoqchi. U yerda yana masalan men aytganimda ikkita o'sha chet ellik, bitta eronlik, bitta o'sha xitoylik bolalar menga jo'r bo'lib turishdi doirada, lekin shunchalik darajada biz usullarimiz qiyin bo'lishiga qaramasdan o'rganishibdi. Hayron qoldim o'zim ham. Xitoy chalyapti. Xitoy chalyapti. Qoyil. O'shani men qoyil qolamanki, baribir o'sha ilmiy tomondan o'shani baribir his qilish qiyin-da. Aytishadi-ku, hali o'zbekcha aytish uchun, ijro etish uchun o'zbek bo'lish kerak deydi-ku. Qonda bo'lish kerak, lekin ular shunchalik darajada o'rganib harakat qilishyapti qiziqishlarini orqasida. Ham nimadan dalolat? Bizni san'atimiz, bizni musiqamiz mukammalligidan dalolat. Albatta, ilm bu. Shuncha butun dunyodan insonlarni o'ziga jalb qila olishi. Endi jalb qilaveramiz-ku, boshqa tarafga hozir boshim qotib qoldi Dilbuzaxon. Angliyada o'tirgan maqomimizni o'rganyapti. Dutor chalishni o'rganmoqchi ekan kelib. Endi Mironshoh vaqti bo'larmikin endi unga o'rgatishga? Endi amallaydi deydi. Ha? Mironshoh? Mana shu yoqqa kelgandan keyin o'rgangan amallaydi, topadi vaqt. Vaqt topib o'rgatsin. O'tkakani dutor chalishlarga qanaqa baho berasiz? Ha, bir chalib ko'ring. Endi o'tkiriydan bir narsa aytib beradi. O'rganaman chalishga. Kim oldida Mironshoh oldi. Tursinmi? Ana. Yo o'ziga kishilar sizga so'z o'rgatadurmi? Yo o'ziga kishilar sizga so'z o'rgatadurmi? Voy qaramaysiz. Voy qaramaysiz. Yondiradi deydi-yu. Bunaqa qo'shiqlar aytma. Hali bor bunga. Mironshoh. Xo'sh.
Ilyos Arabov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mehmonimiz va ularning farzandlari san'atimizni kelajagi, milliy san'atimizni mehr qo'yib o'rganayotgan yoshlarimizdan mana Mironshoh Ismatov. Yoshgina yumasam. Nima, qachon Arabov qilamiz? Ismatov bo'lmayaptimi? Mavzuga qaytamiz deng. Dadangning o'g'illigini hech kim bilmay qolyaptimi? Yo, dadasining o'g'illigi emas. Xo'sh. Ko'pincha o'xshatishadi. Asosan endi mana shunaqa televideniyalarga chiqib o'tgan paytimizda Ismatov, Arabov qanaqadir boshqacha eshitiladi. O'shanga Yoshlar fikrini ko'rdingizmi? Ismatovdan ko'ra Arabov boshqa. Endi men qoyil qolaman Mironshoh. Mironshoh Ismatov bo'lib yorib chiqsangiz men qoyil qolaman. O'sha Arabovga tenglashish kerak endi. Yo'q, bunaqa qilsak-chi, Mironshoh. Mironshoh, Arabov, Ismatov qilsak-chi. Ikkita familiya bo'lib qoladi-yu. Necha o'zilib ketadi? Bu ham yaxshi fikr lekin. Mayli. Qanaqa Yo, bo'lsa ham familiyani ahamiyati yo'q aslida ijod bilan. uni ahamiyati yo'q. Albatta. Asosiysi shu Arabovlar avlodiga mos, xos, otangizlarga mos, xos inson bo'lsangiz, eng katta gap shu. Otasini obro'sini, hurmatini ko'radi-da, endi bu o'g'il bolada yonida yurganda ko'radi. Ilyos Arabovning o'g'li deyishni orzu qiladi-da, endi bolalarimiz bari shunaqa. Bizniki ham shunaqa bo'lgan, hali yonimga pinjimga kiradi, tarar, narrator deb. Lekin men tarmi o'zing harakat qil, o'zing harakat qil. Lekin men tarmi xuddi o'zingizni qo'yib qo'ygan o'zingiz. Mana mana dadasini o'zi-ku bu ham. Osh ko'zi chiroyli, ko'z tegmas. O'zi aslida eng katta baxt, menimcha dadalar uchun o'sha farzandlari otasiga o'xshashni istashi, to'g'rimi? Albatta bu o'sha har tomonlama o'xshashga harakat qiladi. O'sha haligi galstuklar taqsam galstuk taqisi keladi. Milliy kiysam agar to'nimiz bo'lardi, menga ham olib berishingiz kerak deb o'sha qo'ymayman. Bundan oldirdi o'ziga misol uchun. To'g'ri qildi. Bitta o'g'ilsiz-a siz, Mironshoh? Xursand bo'lamanki, shu milliylikka qiziqqani, ishimizni masalan davom ettirishga qiziqqani men uchun katta baxt. Sababi bizning maqsadimiz ham shu, masalan dars beramiz, shogirdlarimiz, umuman o'quvchilar milliy g'urur shakllansin yoki bo'lmasa milliy sozlarimizga nisbatan, milliy o'sha qo'shiqchilik, ashulachilikka nisbatan bir mehr uyg'otish maqsadimizda. Endi farzandlarimiz ham shu yo'lda masalan orqamizdan boradigan bo'lsa, bizni maqsadimiz xursand bo'lishki, yoshlar shunchalik milliy dutorlarimizni, milliy kuyimizni o'rganyapti, bunga xursand bo'lish. To'g'ri, bu yoshda telefondan ortmayotganlar ko'p-da, Ilyosjon. Masalan, o'zimiz ham ko'ramiz. Mironshoh ham yaxshi o'ynaydi telefonda. Qaysi o'yinlar yaxshi ko'rasiz? O'rtoqlar. Mironshoh Ismatovni, ya'ni Ilyos Arabov farzandini kirilicha reklama qildik. Endi 10 ta 100 ta odam bilgan bo'lsa, hozir million odam ko'ryapti bizni. Mironshoh hammasi zo'r, hammasi zo'r. Eng muhimi o'qishni bo'shashtirmaslik kerak. shu o'tkir kezi etiklardan mahkam ushlasangiz, reklamangizni zo'r qilib beradi. Mana. Reklamachi o'tkir aka deyshadi bularni. Bizda ham reklama. Rahmat. Gullar, sovg'alar, qo'shiqlar. Qo'shiqlar aytmaysizmi? Dutor navolari deysizmi? Tambur navolari deysizmi? Yo, shaxsan O'zbekiston xalq artisti Mironshoh kelganini aytmaysizmi? Bo'lajak. Yaxshi niyatda. Otlar bosmagan toylar bossin, xalqimizga, yurtimizga xizmat qilsin, otasiga o'xshab el yurt koriga yaraydigan ajoyib o'g'illar, qizlar bo'lib yetishsin yoshlarimiz. Ota-bola qo'shiq ham aytib turasizlar, Ilyos? Aytib turamiz har zamonda, lekin unaqacha ko'p emas. Ko'p ayttirmayman, sababi endi haligi o'tish davri. Ovozni ehtiyot qilasiz. Ovoz rasta bo'layotgan payti hozir, ehtiyot qilish kerak uni. Lekin bugun tayyorlab kelganmiz. Bayram-ku axir bugun. Bo'lmasa, bitta chiroyli qo'shiq eshitamiz ota-bola ijrosida. Albatta. Hozir dutor mashinasini, tambur dutor, mana sozanda bolalarimiz bilan birga aytib beramiz. Marhamat. Albatta bu qo'shiq Mironshohning onajonlari, buvijonlari va barcha O'zbekiston ayollariga. Ayollarimizga tabrik sifatida. Qani?
qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin suyukli yorim qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin suyukli yorim hamdamim bul uyqu kelmas kechalar intizorli daftar ochgan kechalar har pardada osol chog'in yaqin yor yaqin esla tur yor birga yurgan ko'chalar yor aylanay esla tur yor birga yurgan ko'chalar qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin suyukli yorim dardlashurman boshing bosib ko'ksima yor kelganda chetda qolib bo'ksima yor ketganda qo'lga olsam o'rtanib yor o'rtanib dilkashim bo'l nozlanib sen yo'q dema dilkashim bo'l nozlanib sen yo'q dema qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin suyukli yorim tinglab orom olsin suyukli yorim Aferin, tasanno. O'zbekistonda Aferin. xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Arabov. Sog' bo'ling. Hamdularning farzandlari Mironshoh Isqoqov. Ismatov. Ismatov Isqoqov. Ismatov. Ismatov. Bari Arabov qilamiz. Kel Mironshoh. Kelishmabdi. Orzularga yetkazamiz. Marhamat Qani, keling. Ilyosjon keling. Chiroyli qo'shiq, chiroyli tarona uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sog' salomat bo'ling. Sizni ijodingizni bilamiz. Bu klassik qo'shiqlarimizni qanchalik mahorat bilan kuylashingizdan xabarimiz bor va birinchi marta mehmon bo'lishingiz emas. Maqom ansambldasiz a? Ilyosjon? Man Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida maqom cholg'u ijrochiligi kafedrasida kafedra mudiri, dotsent lavozimida ishlayman. Qanchalik kamtarsiz. Dotsent, kafedra mudiri ekanlar, yana shunaqangi bir kamtar. Xullas, bir so'z bilan aytganda mudirlar bu akam. Judayam yaxshi. Zo'r. Yoshlar qalay? Maqomga umuman. Juda ham hozir qiziqish juda ham baland bo'lyapti. Endi avvalambor xursand bo'lamiz. Qo'liga tambur dutorlarini ko'tarib yurgan yoshlarni ko'rsak, albatta bu bizni o'sha ustozlarimizdan, ota-bobolarimizdan kelayotgan merosimiz davomchilari borligidan xursand bo'lamiz. Sababi o'zimiz ham havas qilib ustozlarga mana shu kungacha yetib keldik va hali ham havasdamizda. Endi mana yoshlar ham
o'sha hozir mumtoz musiqaga qiziqib, havasda davom ettirayotgandan albatta xursand bo'lamiz. Juda ko'p hozir O'tkir aka, yoshlar ko'p. Albatta hozir mana davlatimiz tomonidan maqom san'atiga berilayotgan e'tiborni o'zi katta bo'ldi, sababi ustozlarimiz orzu qilgan bu kunlarni. Mana maqom institut, o'sha maqomga yo'naltirilgan alohida institutni o'zi tashkil qilib berildi konservatoriyadan. Konservatoriyaning ichida bir fakultet edi. O'sha kafedrada ishlardik. Endi hozir mana institutlarda alohida maqomda targ'ib qilib ham uni ilmiy, amaliy tomondan rivojlantirishga harakatlar bo'lyapti hozir. Targ'iboti ham yaxshi bo'lyapti-da maqomni. Albatta. Shu milliy qo'shiqlarimizni, maqomlarimizni targ'iboti ham yaxshi bo'lyapti. O'shalarni natijasi o'laroq mana institutlar ochilyapti, festivallar o'tkazilyapti. Albatta, maqom festivallari bo'ldi. Mana 2 marotaba endi har 2 yilda bir bo'ladigan bo'lyapti maqom anjumani. O'sha maqom anjumani doirasida yana konferensiyalar o'tkaziladi. Masalan, 400 dan ortiq chet ellik mehmonlar kelib, ham konferensiyada ham o'sha anjumanlarni o'zida qatnashib ketishyapti-da. Juda bu birinchidan avvalambor O'zbekistonni targ'iboti, qolaversa o'zbek musiqasini, madaniyatini bir targ'iboti desa bo'ladi. Qarang, bizda o'sha asrlar davomida necha yuz yillardan beri meros bo'lib kelayotgan maqomlarimiz bor, Ilyos. Masalan, ustasi biladi deb biz xabarimiz yo'q-ku. Mana maqom qo'shig'i bor, o'sha bozorgoniylar deymiz, ko'cha bog'lar deymiz, Feruz deymiz, hammasi nomlari bor. Ammo mana siz o'sha ustoz sifatida bir maqom yaratasizlarmi o'zingizlar o'tirib, yangi maqom yaratiladimi? Endi o'sha maqom asosida yaratilayotgan asarlar mavjud, hozir ham bor. O'sha mana 20-asrda juda ham ko'p bo'lgan ustozlar, shunaqa maqom yo'lida yaratilgan ashulalar juda ko'p. Hozir aytayotgan o'sha bozorgoniy deysizmi, Feruz deysizmi yoki bo'lmasa mana tong otguncha, misol uchun ko'rmadim, so'rmadim, etmasmidim, ey sabo, o'sha davrda yaratilganda. Hozir ham endi sal sayozlashib qolganday ko'rinyapti, lekin men o'ylaymanki, ana hozir mana targ'ibotlar natijasida yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Maqom yo'lida yaratilayotgan asarlar tanlovi ham bor, respublika tanlovi. Bu tanlov ham juda ham ommalashyapti. Hozir borgan, mana 6-marotaba o'tkazildi bu yil. U yerda ham bir asar bastalagan edik. Aynan Shash maqomda Garduni Iroq maqomi bo'lmagani uchun shu kimtik bo'lib yurardim-da. Shu asar yo'q, shuni bastalashga men qo'l urib shuni nima qildik? Ustozlarni e'tiborga havola qildik, talabalarim bilan birga chaldirdik. Juda ham yaxshi kutib olindi va o'sha tanlovda 2-o'rin berildi bu asarga. Endi aytmoqchimanki, bunaqangi asarlar ko'p yaratilyapti hozir. Juda o'sha maqom yo'lida ham, maqomni o'ziga ham atab, masalan maqomga kiritilib bastalanayotgan asarlar juda ko'payib qoldi hozir. Ko'z tegmasin. Juda ham bunaqangi xabarlar, ma'lumotlar faqat insonni xursand qiladi. Odam faxrlanamiz shunaqangi bir rivojlanayotgan. O'zi millatni sport va san'atchalik hech narsa juda ma'lum va mashhur qila olmaydi deydi-ku, bor gap. To'g'ri. Albatta borsa agar biz men ko'p yoshlarga ham aytaman, o'sha mahorat darslari o'tganimizda, mana viloyatlarda o'tyapmiz. Men aytaman, dunyoga nima bilan chiqa olamiz biz? Biz tambur, dutor, o'zimizni milliy sozlarimiz bilan chiqa olamiz. Ularning tilida kuylashdan nima foyda, to'g'rimi? Albatta, biz shunda millatga xizmat qilgan bo'lamiz-da. Masalan, hozir mana gitara ham chalishyapti, yoshlarimiz gitara chalib ashula aytyapti, xursandmiz. Shunchalik san'atda yangiliklar qilishyapti, lekin chet elga chiqqanda bu bilan eshittirib bo'lmaydi o'zbek san'atini. O'zbek san'atini bilan hayron qoldirib bo'lmaydi. Albatta. Shu uchun borganimizda biz ham milliy sozlarimizda, milliy kiyimlarimizda va yana o'sha maqomlarimizga, bastakorlik ijodimizga va o'sha meroslarimizga tayanamiz. Juda ko'p eshitganman shu O'zbekiston qahramoni Munojot opa Yo'lchiyeva ham chet elga borganlarida turib olqishlashganini, 15 minutlar Fransiyada qarshi chalishgan. Bu qanaqa katta gap-da. Hozir bizani milliy madaniyatimizga, san'atimizga bo'lgan e'tiborda. Hozir daqiqalarimiz kamayib boryapti. Ilyos Arabdan bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin ertalabdan salom tugaguncha qarshi chalamiz. Xo'pmi? Kelishdik. Ilyos Arabov, bitta chiroyli tarona. Marhamat. Bu lahzalar qanday dami, shodlikka to'lg'ay odami. Shahri Buxoroni ko'ring, to'y ustiga
bazming aro ilhom kelur Yor vasli do'st didoridan rayhon kelur, rayhon kelur. Yor asli do'st didoridan rayhon kelur, rayhon kelur Shahri Buxoroni ko'ring, to'y ustiga to'y hamdami. Yoring mani, yoring mani, yoring vafodoring mani Yoring mani, yoring mani, yoring vafodoring mani. Husning kamolat ko'rsin ey mahluqo muborak Oynai jamolinga tunsin safu muborak Xo'p bo'ldi orazingni oynadan yashirding ey shu mohi tal'at sharmu hayo muborak Az ko'rachu baromad layli ovozai beshkast ayo berahmon Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Osiyo xolis ki bar ruxsori jononi man است Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Xanjari mujgoni u paymasta bar joni man است Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Jonona burdan baharam şirina burdan bachaman Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Gula burdan baharam bulbula burdan bachaman Şirin şirini, canan şirini Gurdas dileme, servi revanam Aram bir canam, hak kılabanam Mürcem yanam, derdaş be canam Yare Barakalla. İlyas abi. Qoyil. Kelinglar, Miroshah, kelinglar. Sizlarga qarab faqat havas qilamiz, to'g'risi. Zo'r. Qatdan havas Zo'r. qildi odam. Zo'r. Barakalla. Bu Buxoro mavrigisi. Mavrigisi. Bu Buxoro mavrigisi deyiladi. Ana zo'r, chiroyli qo'shiq, ham raqsbob, ham zavq, shavq bag'ishlaydi. Ko'z tegmasin. Ana shunday qadriyatlarimiz yo'qolmasin, milliyligimiz yo'qolmasin. Buni targ'ib qilib, ana shu ustozlarning yo'liga turib, milliy sozlarimiz bilan, milliy kuy qo'shiqlarimiz bilan dunyoga O'zbekistonimizni qadriyatlarini bemalol ko'rsatsak, maqtansak arziydigan merosimiz bor shunaqa. Albatta. Bugun mehmonga biz ana shunday zabardast, o'zlari aytgandek mudir kafedra mudiri, yana fermer mudiri ekan demanglar. Kafedra mudiri o'zidagi bor bilimlarini, hayotiy tajribalarini yoshlarga erinmay mana dars berib, bilim berib kelayotgan İlyas Arapovni taklif qildik. Lekin zo'r qilibsiz. Miroshahni ham olib, mana bilmasdik, ko'rmagandik, mana bir ko'rdik, bildik, tanishib oldik. Qayerda bir tadbirlarda, konsertlarda ko'rsak, bu bo'lajak xalqasi deb qo'yamiz. Miroshahni. Rahmat. Lekin Miroshah dutor o'rganib, boshqa qilib, ana o'zimizni o'qish qolib ketmayaptimi ish qilib? Yo'q, qolmayapti. Baholanaychi, dumli beshlarmi? Ha, albatta. Yo'q, dumsiz beshlading, dumsiz. Dumi bormi beshlari? Yo'q, dumsiz beshlar. Dumli beshlarmi? Ha, albatta deydi. Bilamiz-ku o'g'il bolani qanaqa o'qishini. Hozir juda havasim keldi-da, Ilyos. Nima deydi? Qo'yingiz xotirjam bo'lsa bo'ladi, Ilyosjon. Siz hayotda mana odam yashab o'tib, bir yosh o'tgandan keyin orqaga nazar tashlaydi. Nima qildim o'zi bu hayotda? Nima yashab, qanaqa yashab o'tdim? Siz bemalol faxrlansangiz bo'ladi-da. Siz shunchaki yaxshi farzand tarbiyalab yoki o'zingizdan shogirdlar qoldirish emas, balki bizning yurtimizni obro'sini chet ellarga tanitishda, madaniyatimizni, san'atimizni chet ellarda ko'z qilishda o'zingizni hissangiz qo'shyapsiz-da. Bu degani bemalol hayotim sermazmun o'tdi deb aytsangiz bo'ladi. Nimaga o'tadi? Hali oldinda u hali yosh-ku. O'tayotgani ko'p ish qilib ulgurdilar. Xayrli ishlar qilyapti deng. Yosh bo'lishlariga qaramasdan juda ko'plab xayrli ishlar qilib ulgurdilar. Bu juda ham katta gap. Nima desangiz? Yo, mayli, san'at o'z yo'liga. Yo, san'at o'z yo'liga o'tkir aka deb turibdi, lekin oilada bular otalar, turmush o'rtoqlar va biroz avval farzandlar, biroz avval aytganlaridek, uyda 3 ta qizlari bor ekan, ayollari. Bayram arafasidamiz. Qanday sovg'a tayyorlab qo'ydingiz ularga? Bir bo'lishing.
Surpriz oldin aytib bo'ladimi? Yo, endi qizingda baribir biz bilan ertaga ko'rmasak, lekin qiz 3ta farzandlariga nima sovg'a Eng qiladilar? kattasi bumi? Qizlariga. Miroshohmi katta? Bundan keyin singillari bor. Qanaqa ko'ngillarni olasiz? Etilgan gap otilgan o'q bo'ladi. Nima sovg'a qotganingiz aytganingizdan keyin olib beringiz Bular kerak sovg'a bo'ladi. olmaguncha qo'ymaydi. Avvalambor endi yaxshi narsalar tayyorlab qo'yganmiz. Bu sirligicha hozir qolsin, endi surprizligi. Ko'rsatuvdan keyin talab bizga. Aha, bo'ldi, xo'p. Ha, men aytaman, Miroshoh dutor chalib beradi, qizlar dadanglar shuni deb beradilar. Bo'ldi, tamam. Ko'p xarajat Har yilgi qilmaydi. sovg'a deng. Shundan so'ng sovg'a bormi? Albatta, o'sha mehr, muhabbat, guldasta, boya Sadiya aytgandek, nima bo'lgan Hozir ijro taqdirda. etilgan qo'shiqlari ham sovg'a. Ha, Barcha ayollarga, ota-onalariga, singlari, opalariga, hammaligiga Asosiysi e'tibor, to'g'ri. e'tibor. Lekin baribir sovg'a ham yaxshi. Bular o'zlari sovg'alar-ku. Shundoq nima deydi? Ota bo'lish, shundoq turmush o'rtoq bo'lish, mana shundoq farzand. Asosiysi Barakalla. farzandlari bularga havas qilish. O'zi o'g'il farzand otaga havas qildim, bilingki siz juda baxtli otasiz deydi-ku. To'g'ri. Haqiqatan ham bu orzu bir xil insonlarga, lekin Albatta bu yo'llarda yurishimizda onajonimni duolari, ustozimizni duolari, bilimlari Umrlari bizga hamroh bo'ladi. Sababi o'sha mana dunyoga chiqishimizda ham umuman har jabhada biz duolarni olamiz, maslahatlarni olamiz va hozirgi kungacha mana shunaqangi maslahatlarni olib kelyapmizki, biz kam bo'lmayapmiz. Kam bo'lmayapsiz. Umrlari uzoq bo'lsin baxtingizga. Har doim shunaqa duo qilib tursiz. duoda gap ko'p. Yomg'ir yog'sa yer ko'karadi, duo qilsa el ko'karadi. Ana shunday duolar bilan qachonlardir mana 3-4 yil oldin mana shu ertalabdan salomni boshlagandik, mana hali hanuz tomoshabinlarimiz orasida eng sevimli ko'rsatuvlar qatori. piri badavlatlarimiz bor. Onaxon otaxonlar bizni ertalab nahordan ertalabdan ko'rib duo qilib o'tirishdi va bir necha SMSlar, telefonlar bo'lyapti hali. Hatto bo'ldi. Ha, qo'ng'iroqlar hatto. Viloyatlardan. Telefon qilib tabriklang, Dilfuzaxonga tabriklarimizni yetkazing deb mana Jizzaxdan A'zam hoji va Sadiyaxonni tabriklang. U yoqdagi Rahmat. kadr ortidagi qizlarimni hammasini tabriklarini yetkazing. Rahmat. Bu tabriklar bejiz emas azizlar. Bugun 7-mart bayram arafasida turibmiz. Ertaga 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni va biz fursatdan foydalanib yana bir bor O'zbekistonimizdagi barcha ayollarimizni, katta kichik, biz bilgan bilmagan hamma go'zallarni bayram bilan tabriklaymiz. Soat millari 9 ga qadar yaqinlashib kelyapti va 9 dan o'tdi desak ham xato bo'lmaydi. 9 dan bizni yakun yasaydigan paytimiz yaqinlashib qoldi va ikki og'izdan tilaylarimizni Albatta aytamiz. azizlar, bugun menimcha juda efir fayzli o'tdi, bayramona tarzda o'tdi. Biz bundan avvalambor biz bundan xursandmiz va o'ylaymizki, bizni kayfiyatimiz sizgacha ham yetib bordi. Bunday kunlarda har kuni yaxshi kayfiyatda ko'rish nasib etsin. Ertalabdan salom ko'rsatuvi doimgidek 7 kun har kuni ertalab dam olishlarsiz sizning xonadoningiz mehmoni. Yurtimizdagi barcha ayollarimizni, onajonlarimizni, opa-singillarimizni tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yashang. Darhaqiqat bugungi ko'rsatuvimiz juda ham fayzli o'tdi. Shu bois bugungi mehmonlarimizga Ilyosjonga, Mironshohga alohida o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Sizdan esa Zo'r TVdan yiroqlashmaslikni so'raymiz. Sababi oldinda yana eng zo'rlari faqat siz uchun. Ana shunaqa. Keyingi efirda didorlashguncha sog' salomat bo'linglar. Bayramlar yaxshi o'tsin. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Va biz ertalabdan salomni bugungi sonini, juma sonini O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni nimam yoqmaydi degan qo'shiqlari bilan nihoyasiga yetkazamiz. Bayraminglar muborak bo'lsin sizlar. Sog' bo'linglar.